Assalomu alaykum og'aylar, mana bu nomerni ko'ryapsizlarmi? Andijon nomeridan mehmonlar kelishgan ekan bugun. Shu internetda nimasida bu ham. Mana shu Andijondan bir dovruqimizni eshitib kelishibdi. Ikkalaga mana shu 4 ta 4,5 ichadigan karbyuratordan bitta qo'yib bering deb iltimos qilishuvdi. O'zlarida yaponskiy karbyurator turgan ekan Mikuni. Bunga koreyskiy qo'ydik. Lekin mexanika ekan, avtomat qo'yib beravering aka, men avtomat qilmoqchimiz deyishdi, avtomat qo'yib berdim. Mana avtomat ishtakkini turibdi mana. Ulanmadi, lekin avtomat keyin qo'ysa ulab olaveradi. Buni ishlayveradi avtomat ham. Hozir mana 100 gram benzinni uladik. Ishlashlari vashi konfetka ishlayapti. Mana shu 100 gram benzinimiz ulandi. Xudo xolasa endi bitta borib kelamiz, hozir ko'ramiz. Nechta ichar ekan. Mana og'aylarimiz shahar stilida 2-3 qilib ketyapmiz mana. Xudo xolasa qani necha kilometr yuramiz ekan, 0 qilib qo'ydik 100 gram benzin. Akalarimiz ham og'aylarimiz temir havas qilib kelishibdi. Xudo xolasa qani necha kilometr yurar ekan. Bu ham xudo xolasa 3,5, 4,5 ichadi xudo xolasa. Shu mashina haqiqiy O'zbekistonda Tiko'si, mana O'zbekistonda chiqarilgan Tiko. Men endi bir ishqibozlikka ko'rib qo'yamiz, buni ham nechta ichar ekan. Mana og'aylar yetib keldik, xudo xolasa. Tak, hozir kilometrajni ko'ramiz, necha bo'ldi ekan. Kilometraji. Bu pastdaginisini qaranglar mana 2 kilometr. 3 bilan 4 o'rtasida 12 balon. Boya bitasi 2 kilometr 200 yurgan 13 balon bilan. Men hozirgi burgan joyimdan burib kelib. Mana 12 balon haqiqiy kilometrajni ko'rsatadi, mana to'shni ko'rsatadi. Mana 12,350 ko'rsatyapti. Mana 3 bilan 4 o'rtasida turibdi. O 2,5. Bu degani hozir mana 4,3 ichdi mana shu mashina. Mana O'zbekiston. Mana benzin hozir mana oshlangini uzamiz, qaytib tushadi benzin ichidan. Bunga. Hozir ko'rsataman. Mana ichida jicha benzin qoldi, shlangini ichidagi qaytib tushdi mana. Ko'rdinglarmi? Yuziga 4,3 ichdi mana shu mashina mana. Og'aylar, mana O'zbekiston mashinasi.